Nurg'isa Tilendiyevning 100 yilligi sharafiga Parijdagi UNESCO shtab-kvartirasida ko'rgazma ochildi. Eslatamiz, mashhur qozoq bastakori va dirijori yubileyi xalqaro tashkilotning xotira sanalari qatoriga kiritilgan. Ekspozitsiyada Almaty muzeylari birlashmasi jamg'armalaridan olingan 60 tadan ziyod eksponat bor. Ular ichida noyob qo'lyozmalar, partituralar, muallifning shaxsiy buyumlari, shuningdek bastakorga Ahmet Jubanov sovg'a qilgan Dariga do'mbirasi bor. Ko'rgazma 5 qismdan iborat. U Nurg'isa Tilendiyevning hayot yo'lini aks ettiradi. Alohida blokda qozoq va turkiy xalqlar cholg'u asboblari qo'yildi. Loyiha mamlakat musiqa merosini xalqaro darajada targ'ib qilishga qaratilgan. Ол кісінің өнері жалпы біздің заманауи композиторлық мектепке. Buyuk muallif Nurg'isa Tilendiyevning ijodi zamonaviy bastakorlik maktabiga ham, ijro san'atiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. U bo'lmaganida balki musiqamiz ham mutlaqo o'zgacha ko'rinish kasb etardi. Bastakor yozgan kompozitsiya va orkestrga atalgan asarlar ajoyib ohanglari bilan rom qiladi. Bularning hammasi bizning qozoq milliy san'atining faxri. Баурап алатын композициялар және оркестрлік шығармалар әрине біздің қазақ музыкасының мақтанышы.